Kelib turib so'kkanimda bunaqa qizishga aytilmagan. Ha. Men men faqat tushuntirish o'taman ekan. Shogirdlarga masalan, o'zingni bos. Agressiyaga berar, faqat tushuntiraman, to'g'ri tushunishadi. Kimdir ozmoz xafa bo'ladi. Baribir ustoz sifatida bo'lganimizdan keyin ancha-muncha tergan ustozlar bizni tergagan vaqt soat kelsa. Lekin bu ukam aytgan yo'nalish ham zo'r. Masalan, haqiqatda agressiyaga berilsa bironta shogird. Zo'r lifehack bo'ldi. O'zimcha kelaba biror oyoq ishlaymiz. Kelaba kuchimizni bas toshga sarflaylik. Birga birga bosamiz, onasini emsin. Kim chillashdan. Zo'r yoqdi menga. Variant juda ham zo'r fikr chiqdi. Bunaqa ham ko'p bo'ladi. Keladida, birga ishlaylik deydi. Siz charchatib qo'yaman deydi. Keladida, jim bo'lmasa erkak kuni qaysi kun bo'lsa, birga bosamiz, lekin oxiriga yetmaydi. Keyin shunda o'zida tushuncha bo'ladi. Quvvatga to'lib qolgan shogirdlar. Zo'r sistema o'rganib oldim. Menga nisbatan agar agressiya yoki biror narsa bo'lsa, kelinglar. Любой sistemada, sizlar sistemalari, oyoq dislam, qo'l dislam, oyoq, короче, любойni ishlayveramiz. Yaxshi yo'nalish, yaxshi sistema. Zo'r. Hadi. Qarang, o'zingiz sport bitlardan foydalanasiz, sportiv bitlardan. O'zingiz iste'mol qilib, обязательно iste'mol qiladi, top 3 ta pitaniya. Обязательно trenirovkadan oldin pamp ichaman. Pamp, kreatin ichaman. Trenirovkadan keyin protein ichaman. Yangi boshlaganlarga nima tavsiya qilasiz? Nimadan boshlaganman? Boshlaganlarga bir hafta trenirovka qilib tanani chiniqtirgandan keyin kreatin, besi yengil bo'lsa gainer, keyin elargining amino. Yangi boshlayotganlarga, keyin sekin-sekin vaziyatga qarab qo'shib ketaveradi. Ves tushirmoqchi bo'lganlarga nima tavsiya qilasiz? Ves tushirmoqchi bo'lganlarga parhez, to'g'ri ovqatlanish, birinchi o'rinda. Zalga kelganda zal trenirovkani qilib, biz ichish kerak ular. L-karnitin, lipo-olti, protein izolyat, parhez bo'lganda qorin ochadi-yu baribir, ochadi. Shunda ertalabda kechqurunda protein izolyat ichsa ham ishtahasi bo'g'lar ham qorin to'yadi-da. Och yotmaydi. Tavsiya qilasiz. Sport bit qanchalik muhim deb bilasiz? Odam uchun masalan, zal kelganlarga kim sport bit tavsiya qilsak, hozircha masalan hozir to'g'ri ovqat bilan foydalanib turadi deydi. Qanchalik muhim, qanaqa maslahat bera olasiz bundan? Masalan, zarurligi haqida odam to'g'ri. Yil bo'lgan bo'lsa boshlaganimga. Qonim 80 yurardi, 75-80 yurardi. Zalni boshladim, sport bitaniyalarni boshladim. Immunitetim ham ko'tarildi. Qonim ham 100 ta hozirgi holatda. Endi toshni o'zini bosib yurarsa, endi trenirovkani qilib. Energiya ham tugaydi-da, trenirovkani qilib, sport vitamini qo'shish kerak, o'zini sog'lig'i uchun. Bunaqa ziyon narsalar berilmaydi, zalda bunaqalar ta'kidlangan. O'zingizlar bilasiz, o'zimiz ichgan, o'zimiz foydalangan narsalar. Boshimizga o'tkazgan, ha, to'g'ri. Rezultat beradigan narsalar hammasi. Hozir zigzag boshlaymiz, qo'l orqasiga. Восстановление, ya'ni muskullarimiz tiklanish jarayonini yaxshiroq qiladi. Sport bit, men o'zim tushuncham qo'shimcha qilib ketsam, tanamizda ishlagan, sarflagan energiyalarni muskulimizni tiklanish jarayonini tezlashtirib beradi. Tiklashtirib bermaydi, kattalashtirib beradi. Bu tiklanish davrini tezlashtirib beradi. Fransuzski zigzagda boshlaymiz ekan. Baş. Yangi setlar. To'g'ri setlar ishlaymiz, lekin baribir hamma trenerda o'ziga yarasha boshqacharoq setlar bo'ladi. Ishlab turadigan. Bir xil yo'q bo'lmasligi uchun ham to'g'ri trenerni qaysi qilsak o'sha trenerni drop berib o'sha trenerni yo'nalishda ishlayapmiz. Doğrusu bu halktan yangilik. Biz hozir ishlab ko'ramiz. Lekin farq berishni olsa boshlaymiz. Anas bana to'ymi? Ha. Bak ko'ramiz. O'zi mana to'p sekmaganman. Mana to'p sek. Ukamni nazorat qilib bosib berdim. Oxiriga mana nechtadan? 12 ta.
oxiriga tekis. Moshina berdi ekan. O'zgacha, yana o'zgacha. Ustunlarga ham tashrif yo'q. Ustunlardan albatta shunday o'zgartirib qo'shildi. Boshqacha berdi, boshqacha berdi. Ular sistemada ishlamaganmi? O'shaning uchun hamma o'zim o'zim aralashtirib ishlash juda foydali, tavsiya qilaman. Bitta sistemada ishlamasdan ustunlar shu holatga tushgan bo'lsa, boshqacha rezina ishlab tur. Qizlar borda savol bor. Ha, Sevganingiz bormi? sevganimiz bor. Bormi? Ha. Asosiy ko'rgan qizlar. Chunki ko'rasizlar. Chunki sevganingiz bor degan joyda video to'xtaydi. Video chiqquncha. Menimcha oladigan bo'lsa kerak, ya'ni oladigan ayol bo'lsa kerak. Hozir ko'chada sevganimiz, onamizni sevamiz. Nima desak bo'ladi? Qizlarga vaqt yo'q. Trenirovkani qilib yoqtirganimiz bor, lekin Kelajak qurishni xohlaysiz. kelajak qurishni xohlaymiz. Ha. Hozir yaxshi ko'rib baribir gaplashib yurganingiz bilan taqdir taqozo qilmasa bekardan qolib ketadi. Shuning uchun trenirovkani qilib, lekin yoqtiramiz, ko'nglimizda bor, ha. Qizlar o'shaning uchun yo'q degan qo'rqdilar. Uydalar hozir bosh ko'radi. Sevganingiz bor degan joyda. Sevganingiz bor degan joyda video to'xtaydi. Nechta odam kelib ketadi bir kunda? Bir kunda 70-80 ta odam kelib ketadi. 100 tagacha. 100 tagacha uni. 100 tadan ham shuncha. Odamlardan qarang. Nima so'ragan bo'lardi? Zalda minuslar bo'ladi. Biz o'zi maqsadimiz zalda minuslarni beparaqat. Men zalda minus. Zalga kelganda o'zim hamma kelgan anaqa shogirdlarga aytaman, hamma yoqda o'zimdan so'rab o'rganinglar deyman. Bir xil odam keladi-da, kiyinadi-da, noto'g'ri ishlab ketadi. Bir haftadan keyin keladi, aka qo'lim og'riyapti, yelkam og'riyapti, travma bo'ldim. Shunga doim o'zim yurganda ham o'rgatib yuraman. Lekin maslahat beraman. Kelgandan keyin so'rab qilgan yaxshi baribir. Trening nazorat. Zalni butida nimalarga ahamiyat berishni xohlaysiz? Masalan, tozalik, pokizalikda. Ko'pchilik hali sochig'ini yozmaydi. Terlatib turib yotib oladi trenajyorlarga. Keyingi odam yotgisi kelmaydi. Ichgan suvni kerakli idishlarga solmaydi. Ha. Boshlari ishlagan joyda qolib ketadi. Shular joyiga qo'yib ishlasa, o'zlari ham keyin safar kelganda hali porядка bilan yaxshi bo'ladi. Intizom, tartib kerak. Uyda qanday bo'lsa, zalda ham Ha. odam o'zini ko'rsatadi deganlarga. Iloji boricha pokiza tutganlar ma'qul. Kelgan har bir odamga qoidalarni tushuntiramiz. Bir xil odam qiladi, bir xil odam qilmaydi. Qiladigan odam o'zlari terib qo'yadi, boshqa odamlar toshlatganda. Bir xil ish tashlab ketadi. Bor. Sizdan boshqa akam bor. Ha, akam bor, kech paytda keladi. Ha, radnoy akam bor. Ha, trenerlik qiladi. Akam 7-8 yildan beri shu soha bilan yuradi, ha. Menga endi 2 yil, 2,5 yil bo'lib qoldi. Yillar o'tdi-da. Kattalar uchun o'tadi. Kechkisi men kattalar uchun kattalar kelar kechkisi menga. Akasiga ham bir kun keladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bugungi mashg'ulotlarimizni ham Qalqon fitness zalida tugatdik. Inshaalloh ukam qo'l ostida trenirovkalarni o'tkazdik. Juda ham mo'shli bo'ldi. Juda ham qiziqarli savollar, ukamdan ma'lumotlar, ukamga kerak paytda ma'lumotlar berib, maslahatlar olishib trenirovkalar qildik. Xudo xolasa kommentariyada keyin safar qaysi zalga borishimizni yozsanglar, zalga borib, o'sha zaldagi trener qo'l ostida mashg'ulotlar o'tkazib, kerakli savollar, qiziqarli ma'lumotlarni so'rab bilib, fikr almashib qo'yib boramiz. O'shaning uchun kommentariyada aktiv bo'lib turinglar. Bitta like bosib turib, videoni tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.